Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga Rossmann magazindan o'zimga olgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. Bugun o'zimga bir ikkita kerak bo'lgan, anchadan buyon olaman deb yurgan narsamni oldim. Bu narsa shuni highlighter oldim o'zimga va kistочка va maska. Mana shunaqa yuzga surtib qo'yadigan maska oldim va mana shu nitsalardan. Men mana shu Rossmann magazinini Inzana firmasidan ishlataman. Chunki bu juda ham arzon va sifati juda ham zo'r. Tezda makiyajingizni yechib olasiz. Ko'p vaqt ketmaydi. Bugun mana shunaqa o'zbekcha milliy obrazdaman, chunki erim O'zbekistondan kelgan. Mana shunaqa qo'yni ishton titirganman o'zbekcha. Shuni ko'chaga kiyib chiqib kelgandim hozir va hozir video olyapman shu kiyimda. Mana shunaqa o'zbekcha obraz. Va buni ham oldirgandim O'zbekistondan. O'zimga bir ikkita o'ylab qo'ygan narsalarimga inshaalloh ishlataman deb oldirdim. Xullas, qani esa biz sizlar bilan mana shu highlighterni test qilib ko'ramiz. Bilasizlarmi, men buni Catrice firmasi bilan ikkalasini solishtirib, keyin mana shu Elfdan oldim. Chunki Elfniki bu juda ham mana bu highlighterni nimasi juda ham mягкий ekan. Mягкий, mana bu nima desam, konsistensiyasi juda ham mягкий va juda ham yumshoq suriladigan. Chem mana bu Catrice'nikidan. Catrice'nikini surib ko'rgandim, juda ham mana bu mida narsalari, блестящий mana bu bleskalari juda ham katta, mana bu как будто бы pisokdek yuzingizga sursangiz. Xullas, men shunaqa bilmayman. Hozir buni bilan surtib ko'ramiz yuzimizga. Aytaman-ku, mana bu Rossmann magazinini o'zida surib ko'rasiz, boshqacha bo'ladi va uyga olib kelganingizdan keyin aytganimdek boshqacha. Xullas, bilmayman qanaqa bo'ladi ekan. Agarda menga yoqsa, sizlarga ham tavsiya etib qo'yaman. Buni ham ochamiz. Bu aslida korreksiya uchun, yuzni korreksiya qilish uchun aslida bu. No, men buni highlighterga ishlatishga oldim, chunki menga highlighterni hamma narsani mana shunaqa qilib surish yoqadi. Qani surib ko'ramiz endi. Buni men 10 yevroga olganman, 9 yevroyu nechadir sent edi. Xullas, shu pulga oldim. Magazinda surganimda rosa ham yaltirab turgandi. O'shaning uchun olgandim-da. Hozir men bu surib ko'rsangizlar, uncha agarda men shunaqa qilib yaltiratib chiroyli qilib qo'yaman desangiz, ancha surish kerak. Va shunda mana shunaqa effekt olasiz. Yaltirab turadiganmi? Normal. Narxiga yarasha deb o'ylayman, chunki Elf juda qimmat bir. Xullas, mana shunaqa video bo'ldi. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi videolarimni ko'rishni istasangiz, podpisatsiya bosib, bu videoga kommentariy yozib qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, mendan mana shunaqa obzor edi. Chestnoy o'zim unchalik menga juda ham yoqqani yo'q, narxiga yarasha deb o'ylayman va agarda kimga mana shunaqa effekt bersa, yoqqan bo'lsa, olishingiz mumkin. O'zbekistonda bu necha pul turishini bilmayman. Germaniyada men 9 yevroga nechadir sentga oldim. Kitochkani 5 yevroga oldim, buni 9 yevroga nechadir sentga oldim. Xullas, agarda videom yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bosib, like, kommentariy yozib qoldirishlaringizni so'rayman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr. Allohga omonat bo'linglar.